Konnichiwa do'stlar, Nike'dan yangi kolleksiya bor. Bugundan sotuvga chiqdi. Kolleksiya nomi Elite kolleksiyasi. Bizning kanalimiz nomiga moslangan. Hop, bizda 3 ta top modeldagi butsillar bor. Birinchisi Mercurial, ikkinchisi Phantom, uchinchisi Tempo. 3 ta modelning ust qismi ham asosan oq rangda bo'lgan. Tempo, Phantom, Mercurial. Faqat Phantom ozgina Mercurial bilan solishtiradigan bo'lsak, kremroq, ya'ni ozgina to'qroqdan, bo'g'roq rangga chiqqan. Asosiy farqlar ko'rsanglar, padoshdagi ranglarda farqlar bor. Materialni yumshoqligi tarafdan keladigan bo'lsa, men ushlab ko'rdim, boshqa Mercuriallar bilan ham solishtirib ko'rdim. Unaqa katta farqi yo'q. Juda ham bir yumshoq ham demagan bo'lardim, lekin qolganlardan ko'ra qattiq degan narsa ham yo'q. Sinab ko'rishda, kiyib ko'rishda arziydigan chiqqan. Phantom ham shunaqa, eski modellar bilan, ya'ni eski demaymiz, oldinroq chiqqan ranglar bilan solishtirganda unaqa katta farqi yo'q. Faqat bu safar limited edition bo'lgani uchun boshqacharoq ranglar, boshqacharoq eksklyuziv ranglardan foydalanilgan. Menga bu pakda asosan yoqqani Tempo bo'ldi. Temposi nisbatan yumshoqroq o'xshayapti. Bilmadim, bundan oldin ko'k deymizmi yoki seri ranglar chiqqan, o'shalar bilan solishtirganda men ushlab ko'rdim, ancha yumshoq o'xshayapti. Padosh ranglari qizg'ishroq, qanaqadir oq bilan qizg'ish rang zo'r kombinatsiya bo'lgan. Temponi sinab ko'rishni juda ham maslahat bergan bo'lardim. Hamma modellar bular limited edition bo'lgani uchun unaqa ko'p yo'q. Shuning uchun do'stlar, hali olmaganlar srazi sinab kiyib ko'ringlar.